Assalomu alaykum azizlar, yaxshimisiz? Adolat, tenglik va birgalikda yashashning jahon qonuni. Birinchisi, adolatli va adolatli ish tutish, birovning huquqlarini poymol qilmaslik kerak. Ikkinchisi, odamlarni nohaq oldirmaslik. Uchinchisi, har bir insonning milliy, diniy va til farqlarini hurmat qilish. Hamda sodir bo'lishidan qat'i nazar, buni qabul qilib, kamsitmang. To'rtinchidan, insoniyat, hayvonlar va tabiatga zarar yetkazmang. Beshinchidan, dunyo odamlarning umumiy mulkidir. Uni chegaralar bilan cheklab, qamoqxonaga aylantirmaslik. Oltinchidan, barcha odamlarga, tabiatga, hayvonlarga, dunyoga mehr va g'amxo'rlik bilan yashash. Yettinchidan, butun insoniyat, hayvonlar va tabiatning genetikasini o'zgartirmaslik yoki buzmaslik. İnsonlarning vaqtini o'g'irlaydigan, ularni baxtsiz qiladigan narsalarni ixtiro qilmaslik. To'qqizinchidan, og'ir ahvolda bo'lganlarga foiz bilan qarz bermaslik. 10-dan, ochlikdan olish holatida ham hech qachon odam go'shtini yemaylik. 11-dan, o'zaro hurmat va ishonch bilan pasport, shaxsni tasdiqlovchi hujjat va boshqa hujjatlarni majburiy qilmaslik. 12-dan, odamlarni aslo qul qilmaslik, ularni yolg'on bilan bo'g'lab, umrini behuda zoya qilmaslik. 13-dan, raqobatdan kelib chiqadigan xudbinlik o'rniga o'zaro manfaatni ta'minlaydigan teng rivojlanish bilan yashash. Sen olasan, men yashayman. 14-dan, biz o'z tilimiz va xatti-harakatimiz bilan o'zganing sha'ni, hurmati va manfaatlariga aslo zarar yetkazmaslikka harakat qilishimiz kerak. 15-dan, barcha bilim va kashfiyotlarni imkon qadar soddalashtirish va osonlashtirishga intilish, sevgimiz, sadoqatimiz va mehr-shafqatimizni oshirish. Har bir kishiga o'zini to'liq ochish va iste'dodlarini ochishga yordam berish uchun harakat qilishimiz lozim. 17-si, axloqsizlik qilmaslik, jamiyat axloqiga umuman salbiy ta'sir ko'rsatmaslik. 18-si, tabiiy davolash usullarini ommalashtirish. 19-si, proyekt emas, butun 5si, kechira bilish, adolatli bo'lish va o'zaro to'liq orqali barcha mas'uliyatlarni to'liq hal qilish. 20-si, har bir ishni o'z sohasining egasiga topshirib, ishlarimizni to'g'ri, yaxshi va oson hal qilish.